Assalomu alaykum yurtdoshlar. Va navbatdagi skromniy fasonda tayyor bo'lgan hech variantdagi dorlarimiz sanoatga jarayon tugatdik. Ko'rishlar mumkin. Va bu dorlarimizni Farg'ona Dang'ara tumaniga o'rnatdik. 2 qavatli variantda tayyor bo'lgan. Sifatiga baho berishlar mumkin. Sifati ham idealniy holatda tayyor bo'lgan. Mana ko'rishlar mumkin. Yaqindan ham ko'rsatib o'tamiz. Sifatlari ham idealniy holatda tayyor bo'lgan. Mana zamin ochilib yopilishlari ham xuddi gelik singari ochilib yopiladi. Gelik eshik singari. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlarini video ustiga qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, bu darvozamiz orqa ko'rinishi bo'ladi. 2 qavatli variantdagi darvozamiz orqa ko'rinishi xuddi shunaqa variantda tayyor bo'ladi. Agarda 3 qavatli variantda tayyor bo'lsa, darvozamiz qo'ri qismi bilinmagan holatda, tekis holatda, ashibga holatda yopib beramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.